Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah. Dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarım sizlarga o'tliq salom bo'lsin. Hammamizga ayon, jonsiz ko'z bilan ko'gil bo'lmaydigan bir maxluq barcha dunyoni krizisga mubtalo qildi. Bu insonning naqadar bir ojiz maxluq ekanligini ko'rsatib beradi. Allah subhanahu wa ta'ala zalimdan başqa barlıq kişilerini bu vabadan saqlasın. Muşu münasibet bilen bu krizisden salamet ötüvelişimiz üçün küç çıkarıvatkan barlıq kişilerge çin kalbimden rahmet etaman. Cümleden Sharq Turkiston Xitay virusi krizis yordam merkezinin qurilishig'a, yordamda bo'lgan barlıq tashkilotlarga ve bu merkezge maddi ve manevi cihetten yardım kolunu sungan barlıq sahavatçı qarindoshlarımızga chin qalbimdan rahmat etaman. Qarindoshlar, bu Xitoy virusi krizisdan kelib chiqqan yana bir krizis bo'lsa, Turkiyada oylik kunlik ishlab jon boqayotgan qarindoshlarımızning uyning ijarasini, tok suv pulini to'layamaslikdan iborat yana bir iqtisodiy krizisga duch kelyapmiz. Do'stlikning do'stligi beshinchi kun tushganda bilinar deydigan aqlliq ajdodlarimizning bir so'zi bor. Bugun birlik, barobarlikni haqiqiy namoyon qiladigan kun. G'arbning holini so'raydigan, yiqilganni yo'lab, atiki kurash uchun mavjudligimizni baravar saqlab qildigan kun. Jonijon payg'ambarimiz Muhammadun sallallohu alayhi va sallam shundoq deydi: kimiki qo'shnis osh, o'zini qo'sig'i to'q, qo'shnisining ochlig'ini bilib turib kari uxlab qolsa, u men iymon etgan kishi emas, deb Rasululloh shundoq deydi. Tapqanlar gül keltirar, tapamaganlar bir baş piyaz degandek, maddi jihatdan imkoniyat va barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimni o'zining milliy va diniy burchini ado qilib, maddi jihatdan mushu qarindoshlarimizga yordamda bo'lishga, o'zining yordamlarini mushu markazga topshirishga chaqiriq qilman. Allah bergen pul melinglarga berkat ato qilsin. Oldimizda Ramazon kelyotidi qarindoshlar. Hatta hozirdan boshlab zakotlarimizni chiqarsakmi, nihoyatda yaxshi bir ish bo'ladi. Hammanglarga hammanglarni Alloh topshirdi.